Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, aziz obunachilar. Navbatdagi ishimiz tayyor bo'ldi. Farg'ona viloyati Toshloq tumaniga ish qilganmiz Akfa hamda MDFdan. Bu hozir panorama oyna qilib, seriya oyna solib berganmiz. Panorama splashni qilib, xudo xolasa juda go'zal chiqdi. Ikkita yonidan ochiladi bu. Balkon profillari bilan G3 materiali seriya oynasi ham o'zining rangida. Xudo xolasa oynasi birlik kalyonning. Sinmaydigan oynadan. Ancha-muncha xudo xolasa yaxshi xizmat qiladi. Ko'rinishi ham juda chiroyli chiqdi, xudo xolasa. Xo'sh, bu joyda eshigi bor. Balkon profildan bo'lgan, ruchkalari ham xudo xolasa har doimgidek original ruchka, mana balkon profili. Katta profildan shotlankalar to'qilgan, laminatsiyali shotlanka, quyoshda o'chmaydigan shotlankamizdan xudo xolasa. Eshigimiz ham go'zal holatda. Ruchkalar har doimgidek tozasida, yaxshida. Xo'sh, bu joyda romlari bor. Shotlanka to'qilgan. 3 ko'zli rom. Xo'sh, bu tomonlarda ham romlari bor. Yon tomondagi romlar 2 ko'zli qo'yilgan ekan. Shotlankalar bilan. Akfani toza o'zidan o'zi kuzatib borayotganlar biladi, o'zi asosan Akfadan qilamiz. Tozasidan. O'zim mana. Oynasi ham ko'zguga o'xshab ko'rsatadi, tashqarini bemalol ko'rsatadi. Ichki tomondan ham qator ko'rsatib o'taman. Shu bu orqa tomonlarida romlari bor. Bu shotlanka to'qilmagan. Xo'sh. Mana endi ichkaridan MDF eshiklarimizni ko'rsataman. Xo'sh, yana bir nima ko'rsatib o'tishim kerak. O'sha moshinalari, eshigimiz o'sha moshinalari har doimgidan ko'ra baquvvat o'sha moshina bo'lgan kattadan. Xudo xolasa zo'r xizmat qilib beradi. Balkonlarni aytildi. Balkon profildan qanotlar. Mikrofillar go'zal holatda. Xo'sh. Mana bizning MDF eshiklarimiz xudo xolasa juda go'zal holatda chiqdi. MDF eshiklarimiz. Xo'sh. 06 qo'ydan bo'lgan, oq kraska sepilgan bunga. Joylarga tillarang kraskalar sepilgan. 16 dan. Ruchkalar ham xudo xolasa tozasidan o'ziga abishli yarashadigan holatda. Bu joyda 4 dona MDF eshigi bor. Xo'sh, bu yerda hammom eshigi bor, bir dona. Eshiklarini ko'rsatib o'taman. Eshiklari juda go'zal holatda chiqdi. Mikrofkalarni bir qator ko'rsatib o'tamiz. Mikrofkalar ham juda go'zal holatda. Rezinkalari bor. Yonlarida. Bittada ikki tomon. Mana keyingi eshigimiz. Xo'sh, atkirlatkalar to'qilgan. Hamma atkirlatki bo'ladi. Xudo xolasa juda go'zal holatda. Bemalol murojaat qila olasizlar. Dastlabki ustunovchi vodiy bo'ylab nomerlar описанияda. Bemalol murojaat qila olasizlar. Xudo xolasa MDF eshik, Akfa eshik hammasi o'zimizda mujassam deydi. Xudo xolasa mana ichkaridan ko'rinishi. Tashqi tomonda go'zal holatda ko'rsatadi. Mana bemalol yoriq. Yoriladi yaxshi. Shu yerda panorama. Xo'sh. Tomlarning ochilishlari. Go'zal holatda, xudo xolasa. Keyingi 4-chi eshigimiz. Albatta go'zal holatda bo'lgan. Ruchkalarga nima deysizlar? Ruchkalar ham juda go'zal holatda. Mikrofkalar. Xo'sh, ishimiz yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib qo'yasizlar. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa yana go'zal ishlar chiqarib boramiz. Hammaga rahmat, kattakon.